Assalamu alaikum, azizler. Mana maymun aqilida yaşab o'tib ketgan. İnsanlarni xatirlab, Halimjon bitta she'r yozgan ekan. Shuni hozir aytib berishga jazm qildim. Yurakdan bir lahzada keltiradigan she'r bo'pti. O'qib borishga harakat qilaman. Halimjon internetga qo'ygan ekanlar. Shuni o'qidim, juda ta'sirlandim. Rahmat Halimjon. Ketmendan qavargan qo'llari kunda, ko'zlarda uyqu yo'q ishlagan tunda, mashaqqati singandir kolxoz davrida. 3-bo'limni qilgan bog' maskan, rahmatulloh berdi Ergash otaxon. G'ayrat ila so'lmagan yashnab yaylovlar, don ekib don o'rgan bobo kalonlar, mehnat deya oqqan tomirda qonlar. 3-bo'limni qilgan bog' maskan, rahmatulloh berdi Ergash otaxon. Mehnat qilib o'zi bilmagan rohat, ishlagan balam deb kelsa ham ofat. Sizlarga yozsak kam ozgina bir bayt. 3-bo'limni qilgan bog' maskan, rahmatulloh berdi Ergash otaxon. Dala dashta o'tkazdi gullagan onin, halol qilib yegan bir burda nonin. Rahmatulloh ko'rmadi farzand kamolin. 3-bo'limni qilgan bog' maskan, rahmatulloh berdi Ergash otaxon. Imtihon hayotda sinalgan ming bor, ishlab sira tolmagan misoli shunqor. Sizlar uchun she'r bitdi Halimjon ilk bor. 3-bo'limni qilgan bog' maskan, rahmatulloh berdi Ergash otaxon. Yoqsa like bosib qo'yinglar maymonaqa axla. She'rlarga beravo tem berdim. Sog' bo'linglar.